Hurmatli yurtdoshlar, men avvalabo beynim Mallay va Gulsarani 13 yildan buyon jigar kasalliklari bilan azoblanib kelmoqda. Mana shu 13 yil davomida Boysun tumanini, Surxondaryo viloyati balinsalarida, respublikamizning balinsalarida, shifoxonalarida har xil davolanish usullari bilan yuribdi. Mana shu qog'ozlarda uning suratga olingan kasallik varaqalari, vrachlarimiz, doktorlarimizni yozib bergan yordam nimalari hammasi mana hujjatlarga boylangan. 13 yildan beri mana shu kasal bilan azoblanib kelmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, 13 yilda davolangan maqsadda bor butidan hamma xarajatlari ketdi. Hozirgi paytda jigar ko'chirish vaqtida mablag'i yetmay, iloji yetmay yotibdi. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli musulmon insonlar, ulardan iltimos qilib so'rayman, qo'llaringdan kelguncha, iloji boricha odamiylik burchini bajarib yordam qilishlaringizni so'rayman. Alloh ularga madad bersin, quvvat bersin. Agarda ko'pchiligimiz davolanib o'z bola chaqasini oldiga borganda ulardan Allohdan so'rab ularga duo qiladi. Ulardan iltimosimiz qo'llaringdan kelguncha insoniylik yordamini ayamang.